Yoshim 20da. Ismim Anvar. Fizikultura institutida 2-kurs talabasi bo'lib o'qiyman. Biz 4 qavatli uyda yashaymiz. Men, onam va singlim. Dadam esa Rossiyada ishlaydi. Oyda bir marta telefon qiladi, yilda bir marta kelib ketadi. Uyimiz sokin, hayotim ham oddiy edi. O'sha kunga qadar. O'sha kunni odatdagidek darsdan qaytayotgandim. Uyimizga yetay deganimda bizdan yuqorida 4-qavatda yashaydigan kelinoyimiz meni chaqirib qoldi. Anvarjon, divanni aylantirib qo'yishda yordam bera olasizmi? Albatta yo'q deya olmadim. Eri chet elda ishlaydi, yolg'iz. O'zidan o'zi mehribon, kulimsiragan ayol. Men ham yordam qo'lini cho'zdim. Uyga kirib sportni kiyinib pastki qavatdan yuqoriga ko'tarildim. Kelinoyim chiroyli ipak xalatda qarshi oldi. Bu oddiy yordamdek tuyulgani bilan yuragimda nimadir g'alati urdi. Xonaga kirganimda u divanni aylantirib qo'yish kerak, tagini yuvib olmoqchiman dedi. Men divanni ko'tarib aylantirdim. Tagida turli narsalar chiqdi, eski narsalar, qog'ozlar va boshqa narsalar ham. U shoshib yig'ishtira boshladi. Men esa unga yordam berdim, bir so'z demay. O'sha vaqtda u yerda birinchi marta boshqacha tuyg'u his qildim. U yolg'iz, men esa yosh va hissiyotga boy edim, lekin ichimdan bu noto'g'ri ekanini ham anglab turardim. Shunga qaramay ko'zlarim uni kuzatar, yuragim esa urishdan to'xtamasdi. Agar yana bir og'iz ish bo'lsa, aytavering kinoya, dedim chiqib ketayotganimda. U jilmayib qaradi. Yana bir erkak qilishga mos ish bor, lekin bilmadim eplay olasizmi? Shunday qilib u meni vannaxonaga olib kirdi. Kir mashinasi muammo qilayotgan ekan. Men mashinani ochib ko'ra boshladim, lekin hammasi o'zgacha tus olayotganini sezdim. Kiyim ilgichda osilgan ayollar kiyimini iliq hid, sokinlik va uni sukutdagi nigohlari. O'sha paytda yuragim ikkiga bo'lingandek, biri to'xtab, bu noto'g'ri desa, boshqasi bu faqat senga emas, unga ham kerak, u yolg'iz derdi. Men esa tuyg'ularim ortida bordim. Qisqasi, bu birinchi marta edi. Na tanam, na qalbim bundan yaqinlikni ilg'or his qilgan. O'zimni boshqacha his qildim. Erkak sifatida, lekin bir oz uyat, bir oz qo'rquv aralash. Yaqinlikdan keyin u menga mehr bilan qarab, "Rahmat Anvar, sizga gapirmasam ham bo'ladi, siz meni tushundingiz", dedi. Keyingi haftada u meni tez-tez chaqiradigan bo'ldi. Go'yoki unga mehr kerak edi. Ba'zan men borardim, ba'zan u eshik taqillatar. Bu orada o'zgarib borayotganini sezdim. Lekin bu halovat orqasida bir haqiqat yashiringan edi. U turmushga chiqqan ayol, men esa hali yosh, yo'l boshidagi yigit edim. Kunlardan birida onam nigohimni ushladi. Bir muddat jim qarab turib, faqat shunday edi: "Ehtiyot bo'l, o'g'lim, har qadam orasida iz qoladi." Shu gapni yuragimni tilib o'tdi. O'shandan keyin o'zimni orqaga torta boshladim. Har bir uchrashuvimizdan ichimni g'ashlik bosardi. Kelinchakning eri ta'tilga qaytdi. Men endi hech chaqirmadim. Yana sokin hayot qaytdi, ammo yuragimda aralash tuyg'ular qolgan edi. Pushaymonlik, o'ziga noma'lumlik, g'urur va bir savol: bu sevgi edi, ehtirosmi yoki yolg'izlikda qochishmi? Ketayotganimda uni so'nggi marta menga qarab, "Rahmat sizga Anvar, 2 yildan beri homilador bo'lolmagandim, endi esa umidim bor", dedi. Men jim qoldim. Bu so'zlar yuragimni titratdi, ammo javob bera olmadim. Shunchaki yurib ketdim. Hayot murakkab. Ba'zida mehr izlab noto'g'ri yo'lga kirib qolamiz. Yoshlik bu xatolar maktabi. Har yurakda sog'inch bor, lekin har sog'inchga javob qaytarmaslik kerak. Chunki ba'zi yo'llar bizni emas, boshqalarni ham jar yoqasiga olib boradi. Men esa bugun shuni bilaman.
Erkaklik bu nafaqat kuch, balki o'zini tutish hamdir.